Assalomu alaykum. Bugun sizlarga sammoykalardagi bitta muammoni ko'rsatib bermoqchiman. Buni sammoyka ishlatilganlar ko'pchiligi biladi. Bu filtr pena qiladi bu. Nimani uchida bo'ladi? Pistoletining uchida bo'ladi. Shu bo'lmasa pena bo'lmaydi. Yaxshi pena bo'lmasa suvda chiqaradi penani. Nima shu almashtiriladi? Ko'pchilik bilmaydi nimaga. Bu to'lib qoladi. Bizga muammo nima? Bu ham to'lib qolgan. Hozir bunday. Bu ko'rinmaydi mana. Mana chiqib tushyapti. Mana. Musor bo'ldi. Mana rangi sariroq, chunki penaning rangi pushti rang edi. Mana bunisi. Mana zarralarni ko'rsangiz, qum bular yoki tuz, xlor. Ko'pchilik mana yer osti suvidan foydalanadi. Filtr qo'ymaydi. Даже o'rnatadagi insonlar ham shu sohada ishlaydiganlar qo'yish shart emas debdi. U tozala olmaydi va boshqa gaplarni aytishibdi. Lekin 3 qavatli nima qo'yish kerak? Filtr suvni tozalashligi uchun. Tozalaganda mana shular kelmaydi. Mana chastchi mana mikroelementlar ular kelmaydi. Nimaga? Keyin mana darrov to'lib qolmaydi. Mana shu to'lsa, keyin pena yaxshi chiqmaydi. Pena chiqa olmaydi, pena bo'la olmaydi bu. Ko'pik bo'la olmaydi. Mana shu narsaga yaxshilab e'tibor berish kerak. Обязательно mana shu filtr qo'yish kerak. Samoykalar ichida yomkus bo'ladi. Yomkusdan oldin filtr qo'yish kerak. Filtr yomkusdan keyin qo'yib bo'lmaydi. Sababki katta potokni tortsa nasos moykaga chiqargani uni yetkazib bera olmaydi. Filtr teshilib yuborishi mumkin. Shuning uchun undan oldin qo'yish kerak. Keyin turbasini eng tagidan emas, sal yuqoriroqdan ulash kerak. Sababki tagidagi muzlab qolgan musullarni tortmasin-da, balki toza suvni tortsin. Mana shu narsalarga e'tibor berish kerak.